Assalomu alaykum hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar. Men Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti atrof-muhit muhandisligi va hayot faoliyat xavfsizligi kafedrasi katta o'qituvchisiman. Bugun sizlar bilan o'tadigan mavzumiz Markaziy Osiyoda kuzatiladigan tabiiy ofatlar va ularning oqibatlari to'g'risida gaplashib o'tamiz. Bu mavzuga demak reja qo'yganmiz ikkita. Birinchisi Markaziy Osiyo mintaqasi mamlakatlarining seysmik faol hududda joylashganligi. Ikkinchisi yer silkinishlarining boshqa tusdagi va turdagi favqulodda vaziyatlarni keltirib chiqarish xarakteriga ega ekanligi. Demak, yer silkinishiga birinchi to'xtalib ketsak, yer silkinishi va uning oqibatlari. Tabiiy ofatlar ichida eng xavflisi va dahshatlisi bu yer silkinishi hisoblanadi. Demak, yer silkinishi yer osti zarbasi va yer usti qatlamining demak tebranishiga aytiladi. Zilzila o'chog'i. Zilzila o'chog'i demak biz ya'ni o'sha zilzila paydo bo'lgan joyni zilzila o'chog'i deymiz. Zilzila o'chog'i demak yer osti markazi va yer usti markazidan iborat bo'ladi. Demak, yer silkinishi yuzaga kelishi sabablariga ko'ra quyidagi guruhlarga bo'linadi. Birinchisi tektonik, ikkinchisi vulqon, uchinchisi ag'darilish o'pirilish zilzilalari, to'rtinchisi texnogen, ya'ni insonning muhandislik faoliyati bilan bog'liq bo'lgan zilzilalar demak kabi turlari bor ekan. Demak, O'zbekistonda sodir bo'lgan zilzilalar ichida demak Gazli zilzilasi, ya'ni bu insonning muhandislik faoliyati bilan bog'liq bo'lgan zilzilalar sirasiga kiradi. O'zbekistonda aynan mana shu Gazlida sodir bo'lgan, ya'ni 1976-yil Gazli zilzilasi bo'lib o'tgan. Bu demak 7,3 balli demak o'sha zilzila deb topilgan. Zilzilaning epitsentri, ya'ni o'chog'i yer qobig'ining taxminan 5-25 kilometrlar oralig'ida demak joylashgan. Demak, yer silkinishi o'chog'i epitsentrning joylashgan chuqurligi bo'yicha yuza zilzilalar demak ya'ni aynan 70 kilometrgacha bo'lgan hududda joylashadi. O'rta zilzilalar 70 kilometrdan 300 kilometrgacha bo'lgan demak oraliqda joylashadi va chuqur zilzilalar bu 300 kilometrdan pastda bo'lgan, ya'ni mantiya qatlamida vujudga keladigan xillarni ajratishimiz mumkin bo'ladi. Respublikamizda kuzatiladigan zilzilalarning o'chog'i asosan 70 kilometrgacha bo'lgan demak masofada joylashadi. Shuning uchun bizni hududlarimizda sodir bo'lgan zilzilalar yuza zilzilalari deb nima qilinadi, yuritiladi. Demak, epitsentrdan hamma tarafga qaytar seysmik to'lqinlar tarqaladi. Ular asosan uzunasiga va ko'ndalang turlarga bo'linadi. Yer ostidan uzunasiga tarqalayotgan, ya'ni vertikal tarzda to'lqinlar o'z yo'nalishi bo'yicha navbatma-navbat yer po'stlog'ini siqib, yer yuzasiga chiqqanda tovush chiqaradi. Bu esa yer silkinishi oldidan chiqadigan tovushning o'zginasi hisoblanadi. Demak, zilzilalarga tayyorgarlikdagi barcha xatti-harakatlarimiz quyidagi 3 yo'nalishda olib borilishi lozim. Birinchisi, tavakkal darajasini kamaytirish, ya'ni zilzilaga qadar tayyorgarlik tadbirlarini o'tkazish. Ikkinchisi, zilzila vaqtida xatti-harakatlar qoidalari va tartibini o'rganib chiqish va ishlab chiqish. Uchinchisi, zilzila oqibatlarini yengillashtirish va tugatishga ajratamiz. Zilzila kuchi ikki xil o'lchov birligida o'lchanadi, ballarda va magnitudada. Dunyoning juda ko'p davlatlarida yer silkinishi kuchi 12 balli xalqaro o'lchov birligida o'lchanadi. Bal yer yuzasining tebranma harakat darajasini demak ko'rsatadi. Silkinish kuchini ballarda o'lchashda demak seysmograflardan foydalanib tog' jinsi zarrachalarining tebranma harakati tezligi topiladi, ya'ni yozib olingan seysmogrammalar orqali zarrachalarning tebranish amplitudasi aniqlanadi. Ikkinchi o'lchov birligi Richter shkalasi bo'yicha magnituda hisoblanadi. Magnitudada, ya'ni o'sha 1935-yilda Amerika seysmologi Richter tomonidan taklif qilingan magnitudada yer silkinishining umumiy energiyasini ko'rsatib, u yerning maksimal surilish amplitudasi, ya'ni logaritmini belgilaydi va epitsentrdan ajralib, demak chiqqan energiyaga proporsional kattalik hisoblanib, uning maksimal qiymati 9 magnitudagacha deb belgilangan.
Bu demak aynan o'sha Emshke shkalasi va Richter shkalasi bo'yicha demak yer silkinishini o'lchov jarayonlarini bir-biri bilan solishtirish jadvali hisoblanadi. Demak, yuqorida aytilgandek yer silkinishida katta moddiy yo'qotish hamda minglab odamlar o'limi yuz beradi. Masalan, 1990-yilda Erondagi 8 balli yer qimirlashi oqibatida 50 mingdan ortiq demak o'lim holatini kuzatganmiz. Xuddi shunday holat 1988-yil 7-dekabrda Armanistondagi yer qimirlashida ham kuzatilgan. Bundan tashqari, aynan yaqinda bo'lib o'tgan Turkiyada bo'lib o'tgan zilzilalar ham 50 mingga yaqin odamni yostig'ini quritganidan barchamiz xabardormiz. Shuning uchun demak zilzilalar juda demak og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan tabiiy ofatlar sirasiga kiradi. Hammalaringizga e'tiborlaringiz uchun katta rahmat.